Bu bozorga $100 pul bilan kelib turib biznes boshlab ketish mumkin. Juda ham oson. Mana o'sha trenddagi hamma so'ray turgan yoyma bozor. Bu bozorda faqat Optim pachka sotiladi. Bu bozor o'sha trenddagi Qo'qon bozori. Bugun yakshanba Optim. Bu bozorda odam kiyadigan hamma narsa sotiladi. Sizlar bilan shu bozor narx-navolar bilan hammasi bilan tanishib chiqamiz. Kamzirlar pachkaga 40 ming so'm. Bozorda pachka savdo bo'lishining sababi hamma birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi hammasi bu yerdagilar. Kattalar uchun ham, detskiy uchun ham hammaga bor. Pachkaga 75 ming so'm ekan. Muzkoy trikolar, brijalar, tepaliklar, sportivka hammasidan bor. Pachkaga 60 ming so'm mana tepaliklar. Mana kattalar uchun tepaliklar, viverlar sirop deydi. Tugamaydi, oxiri yo'q. Kashmir, velvet hammasidan bor, nachos qalin. Mana bular 50 ming so'm ekan pachkaga. Tepa past. Bog'cha yoshiga tushadi. 40 ming so'm ekan. Material, original material ko'mgan. Bu tepa pastlar 35 ming so'mdan. Bu kapshonkali. 2 razmerli. Mana bu bonchigli shapkalar 10 ming so'mdan. Tanlab olish. Xolasangiz pachka, xolasangiz dona, hammasidan bor. Pachkaga 13 ming so'm ekan mana. Turidan bor. Rassetka, sirop. Mana Navro'jdonni so'raganlar uchun ishtonchalar 3 ming so'mdan, ha? 3 ming. 10 tasi 30 ming so'm bo'ladi. 20 ming so'm ekan. Bular ham 20 ming so'm. Turlar juda ham ko'p. 10 ming so'mdan tepaliklar. 10 ming so'm. Ranglari bor. Bu bozorga $100 pul bilan kelib turib biznes boshlab ketish mumkin. Juda ham oson. $100 puli bor do'stingizga jo'natib qo'ying. Kattalar uchun shapkalar Rich firmada. Narxi 13 ming so'm Optimga. Donosingiz ham bo'ladi, dona 15 ming so'm. Mana firmaning nomi Rich. Bojollar uchun oshxo'raklar narxi 2,5 ming so'm. Pachkada 10 ta bo'ladi. Yaxshi kayfiyat, like, komment bosib testdan chiqaringlar.